Uy sharoitida sizda limfodema bor yoki yo'q yoki rivojlanayotganligini qanday bilsa bo'ladi? Ana endi birlamchi limfodemaga kelamiz. Birlamchi limfodemani boshlang'ich davrlarini qanday bilishlik mumkin? Odatda kasallar juda ham ko'p doktorga borishgan bo'ladi. Bu kardiolog, bu urolog masalan, yo pediatr bolalarda ko'rinishadi va ko'pchilik ular tomonidan shu yo'qligini aniqlaydi. Endi agar sizda aniq limfodema bo'ladigan bo'lsa, buni birinchi belgisi birlamchi uchun. Bunda barmoqlarimizni solishtirganimizda ikkala panja barmoqlar, oyoqdagi barmoqlar kattalashadi barmoqlar. Hamda o'sha barmoq bilan terini olganimizda ikkita barmoqning o'rtasini barmoqqa ilinmaydi. Bu ilinmaslik belgisini Stemmer belgisi deydi yoki Stemmer. Mana bu biz terini ko'tara olmaymiz bunaqa shaklda. Ilinmaydi. Ya'ni o'sha barmoq bilan terini ushlaganimizda ilinmay qoladi. Undan tashqari teri dag'allashni boshlaydi. Teri birinchi navbatda o'sha panja sohalarida dag'allashib, qalinlashni boshlaydi. Gohida esa narsalar toshishni boshlaydi. Buni otini papillomatoz deydi. Qalinlashishni esa giperkeratoz. Agar bu boshlang'ich davrlardan o'tadigan bo'lsak, kasallarni saramas kasalligi ham rivojlanishi mumkin. Saramas haqida esa boshqa videolarda tushuntiramiz. Bu aynan uy sharoitida har qanday kasal o'ziga limfodema diagnozini qo'ya olishi mumkin bo'lgan bilimlar hisoblanadi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunday limfodema belgisi bo'lsa va unga hali aniq diagnoz qo'yilmagan va davolash choralarini qidirib yurgan bo'lsangiz, bizning jamoa sizga aniq yordam beradi limfodema bo'yicha. Chunki biz ishlaydigan ko'nikma bilimlar bu barcha rivojlangan davlatlarda qo'llaniladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.